Assalomu alaykum. Bu videoni ko'rayotgan barliq qarindoshlar. Men Sharqiy Turkiston Qashqar Yangisadan Asiya. Men 2017-yil 3-oydan boshlab o'tkilarim bilan bo'lgan aloqam butunlay kesildi. Bundan burun 2013-yildan boshlab 2017-gacha bo'lgan aloqam damal normal bo'lsin, ammo vatanga qaytishim o'tkilar tarafidan, ya'ni u yerning ahvolini ayt xatarli kasingiz bo'lmaydi bolam deganlik tufayli borolmagandim. Shu 2017-yildan boshlab qarindoshlarim bilan butunlay aloqa kesildi. Hem yakında öykülerimden anamның 69 yaşlık anamның bulduğu 10. ayda terbiyeleş lagıraq akitilgenligini anladım. Anamның özbek keselcan biz 9 qeyrındaş 9 balın bir çoğunluk boğuculuk anamның aydı jabat atkan özünün aydı keselmen ayaldı. Onun berdaşlık beremedim ben bilemedim. Hayatımı terkimi ben bilemedim. O xabarini alğandaki şunda kallam cayda emas, uyku emas. Hatta men unda xabarlar anglab kalam ta'sir qilmay, yig'lash nimamdan olqib ketgan bo'g'achqa yig'layolmas holatda psixikamda masala ko'rlayotidim. Ondan sirk mening 6 qarindishim turmadi ekan. Turmaga tashlanib 6si, 4si 10 yildan kesilibdi. 5-chi akam 4 qarindishim begona turmaga tashlanganlik tufayli qo'rqib ketib, yurtimizning boshqa yurtga dalbinish qilmanganlik uchun 13 yerdan tutib kelib, nayt qattiq urib etgandan xabarini oldim. O'lik tirikligi noma'lum. Yana bir akamni turmada bo'lib, uning kesildimi yoki lagerga aytildimi, undan xabarim yo'q. Bu bo'lsa mening onam. 2016-yil Turkiyaga kelgan. Onam, cho'ng akam ve çoğun açam üçeylen bir qatim kelib, bir aylık vizilen kelib, şu bir ayını toldurıp ketken, kelib saq ketili balamız qanun xilaplı qınma ili degen. Şunda bir normal yaşaydigan insanlar idi. Bu akam Baxtiyar, 44 yaş. Bu akam 10 yıl kesilibdi. Hiç qandaq günahı yok akamның. Bir Türkiye kelib ketdi degen bo'lishi mumkin deb faraz qilmayman, ammo Turkiyaga kelganlikning o'zini men gunoh deb hisoblamayman. Bu Abdullah, ismi Abdullah. Bu akam o vatanda. Bu akam yurtimizning teshiga asosan chiqib baxmagan, chet elga asl chiqmagan. Shu akam 10 yil kesilibdi. Bu acham, cho'ng acham Qambagil. Bu acham 10 yil kesilibdi. Bu achamni ham 2015-yili, 2016-yili 3. balga 6 aylık hamile iken, ama 3 bal bo'ldi kanunu bo'yicha, ama 3 ay burun tug'ilib qoladi ekan degan nima bilan 6 aylık balasini majburiy doktorxonada oldirg'izib o'tibdi. Tushirgizibdi ya'ni. Anadan keyin yarim yil o'tmay bu achamning turmuga tashlab 10 yillik kesilibdi. Bu achamning hech qanday gunohi yo'q. Bu inim, mening inim bu. 19 yaşından başlap her qiyin qisaqlarga uchrab shunda kelib Özü shundaq aq ko'ngil. İsmi Nurali, nayt aq ko'ngil fukamti. Bir mujohidning qizini olding degan bana bilan bir yani burun tutulup hukumat tarafidan etilgan bir odamning balasini og'alik banasi bilan davomli turmaga tashlanib, bu inimni 10 yillik kesib etgan. Ayolining inisini ham 20 yillik kesib etgan. O 7 yoshli bola edi. Bu açam Ayşemgül, çoğun yengem. Bu açamның lagerga ketken. Nima sababdan ketganligini sen bilmaymiz. Bu akam baya degan, bek urib etilgan akam şu. Naytim optan. Bizning o'qituvchilarimiz nayt yordamda bo'ldigan akam edi. Hayatını birisiga azar berib bakmagan akam tek o'ylanmagan. Bu balalar atanız tutilganlikdan lagerga ketilgan. Hazır hayat ekanligini men bilmayman. Bu 17 yoshlik Abduqayyum. Bunun lagerga ketgan. Bu 17 yoshlik balaning nima gunohi bor? Bu akam texi maktab o'qiydigan bola. Bu tag'am To'xti No'ruz. Bu tag'am 2016-yil kelib, ishga o'g'lidan kelib, mishada navoiylik qilib bir mezgil turayli deb yenib kelsa, ayolini akir ketib, erin kamiz bo'lmaydi deb tikashini bilan ishga o'g'lini ilib ketgan. Ketgandan beri izlarki yo'q, keyin olsak bunim lagerga ketibdi. Bu ishga o'g'li, birisi 19 yosh, birisi 20 yoshlik, shundaq endi bir o'sib yetilgan nota o'g'il bolalar. Bularning nima gunohi bor? Hech qanday gunohi yo'q.
Bu şundaq günahsız kişilerni qalaymakan tutup, yani şundaq dərslərini qilib, bizlərni ata-anamızdan, urug-tuqqanlarımızdan ağrıb turub, yani biz hiç qandaq günah işlemidik. Biz ularga baxtiyor turmushni beryapmiz deb qop-qora tuhmatni chaplayotgan shu Xitoy tajovuzchilariga aytamanki, ey Xitoy, sen xato qilding. Sen yolg'onchi, sen kazzab, sen dunyoni aldayapsan, sen bizlarni oldimdan Alloh san kupaya biz ham bir tomchi qinimiz qog'ichilik sen bilan ilishimiz. Bizning tuqqanlarimiz uchun biz gücümüzün yetiştiricilik qilamiz. Sen anlab qo'y. Sening neslin qolmaydi, sening neslin quriydi. Allah bizning yordamchimiz bo'lsin.